Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yangicha chiqqan qalin balon, tag balonli mo'ravit obzorini ko'rsatib beraman. Faralari 6 ta faralik. Mana hammasi yonadi, vitre oynalari bor. Yo'llarda karmanlari ham bor, cho'mtaklar narsa olaverasizlar. Oldida ham suv idish qo'yish joylari bor. Balonlari ham katta balon bo'lib kelgan. 23 ga 70 10. Oldingi partiyalar 22 bo'lardi. Diametri kattaroq bo'ldi. Profillari ham 3 qavatli. Yo'llarda tiyagalari bor. Borti ham baland bortda mana. Oldi o'tirgan suyanchiq ham balandidan, kattasidan. Do'galari ham baquvvat. Profillari ham. Hop, kampliga kelgan bo'lsak, kampligida mana bokovoy, zaryadchik, kaska, отражатель, kalpik, nasos, to'rttalik mana. Damkat, balon kulishlari ham bor. Signasi ham uzun. Signa bemalol kishi o'tiraveradi. Karmanlarga narsa olaverasizlar yana bemalol. Narsalarni hozir portlarni ko'tarib ko'rsatib beramiz. Profillari 2 talik. Akkumulyatorlar kelgan bo'lsa 70 amperlikdan 6 ta. Motor miya kelgan bo'lsa motor miyalar 1800 talik. Zapaska baloni ham bor komplektda. Nasos 4 ta tushadi. Amortizatorlari 2 tadan, resorlari ham 2 tadan, prujinka qo'yilgan, дополнительный. U tarafdan o'tib shunaqangi. Hop, tezligi maksimalniy 40 gacha chiqadi. Zaryadi 60-70 km yetadi. Dalanchiga vashi zo'r. Qalin balon, bezdorojli yo'llarda bemalol yurib, nima qilib ketaveradi. Ko'tarilgan holati. Bemalol zakaz qilishlari mumkin. Dastavkamiz vodiy bo'ylab qilib beriladi. Narxiga kelgan bo'lsak, narxi buni $1150. Pastdan opisaniyada ma'lumotlarni qoldiramiz. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Rahmat.